Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammaga Navro'z muborak bo'lsin deb ishlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Xo'p. Biz bu yerda qanday desam bo'ladi? Texelman uslubida montaj qildik turbalarni. 400 mingdan o'rnatib berish katyolsiz bo'ldi. Katyoli hali olib kelingan yo'q, endi kuzlarga olib kelishadi. Hop. Biri 40 ga, biri 50 ga, biri 40. Radiatorimiz Akfa Comfort, Akfa Leader radiatorlari. Xonada oyna kichkina, lekin xonani kvadrati kattaligi uchun 140 ga 50 qo'yishga qaror qildik. Hozir boshqa xonalarni tanishamiz. Yana bir narsa iltimos qilardim, yangi o'rgab turganlar, iloji bo'lsa polda qilmanglar, remont qilmanglar. Birinchi santexnik ishlarini qilish kerak, keyin qolganini qilish kerak. Mana shu 10 ta radiator osish uchun 4 kun vaqtimiz ketdi. Poltayda yurish ozgina qiyin bo'ldi. O'rganishdan qolgan islar buni hisobiga ishlarni so'zlikka to'liq boshqa xonalarga o'tib qolgan ishlarni ko'rsatamiz. Sumkani qarang, qarab ko'rib chiqing. Qanaqa? Ahror aka usta. Xo'p, bu ham o'sha razmerdagi xona 140-50. Oldin ishlagan elektrik paketdan kabel olib ketgan ekan, urib qo'ydik. Biz endi ko'rmaymiz bunaqa narsalarni. Elektrik o'zi to'g'rilab ketyapti. Elektriklarga bir gaplar yo'qmi? Yetib boradigan hali. Ha? Navbat qilaydigan. Yo'qmi? Hamma yaxshi, mahal, hammaga salom. Sizlarga omad. Mana quloq olsin. Xo'p, svetimiz o'chib qolgan. Akfa Comfort. Bu ham Akfa Comfort. Bu tomondan chiqib ketyapti. Bu tomondan chiqib ketyapti. Endi bu tashqi montaj bo'lgan ekan. Mana xonalarni biz qilmaganmiz. Biz faqat radiator qo'ydik. Bunaqa layfaklar ham bor bu yerda. Shunday olib, pastdanni teshganda yoki buni metga qo'yganda chiroyli chiqarmidi? Yo hozir chiroyli turibdi ekan. Hozir chiroyli turibdi ekan ashbu. Adam ne demek ya? Şurada açıp durup koyayım. Qo'yinlar bilan tanishtiramiz. Bitta kuxnyamizga mana bitga qo'yish iloji yo'q. Eshikdan kiraverishga ro'paraga qo'ydik. Yotoqxonalarda 260 ga 120 li radiatorimiz. Xonani kichkina. Kvadrat kichkina, lekin radiatorimiz ozgina katta, ziyon yo'q. Isish yaxshi bo'ladi. Xo'p, bitta ham ikkita xonamiz bor. Tayyorlab qo'yishibdi. 120 ga 60. Xo'p, bitta ham 120 ga 60. Bu tomonda ham 120 ga 60. Endi kichiklarog'ini qo'ysa bo'laradi. 5 ming arzon bo'ladi, lekin bunaqa ekonom qilamiz. Issiq bo'lsin. Ismay qolishi ham mumkin ishlarni. Uyda o'tiblikda qanaqa bo'lganini bilmaymiz. Oynalar mana eskicha o'sha taxtalar turibdi. Shuni hisobiga o'zgartirishga qaror qilmadik. Bitta ham bitta bor. Shuni.
Общий shu xonamizga ana shu 10 ta radiatorni osgan bo'lsak, turbalari bilan bo'lib turib, hop 20 millionga borgani yo'q. Hozir aniqlik kiritib o'taman. 20 million ketmadi. Katyolsizda endi bu. Hurmatli obunachilar, ustagan yetishi bo'yicha 16 bilan 17 ning orasiga yetib boribdi narxlarimiz. 16,5 где-то shunaqa 16,5 million bo'libdi. 10 ta radiatori, turbalari, nima deydi? Gubkalari hammasi shunga to'xtabdi. Endi bizning xizmat haqimiz 400 mingdan. Farg'ona viloyati bo'yicha. Qolgan joylarda narx kelishiladi, объемga qarab avvalo. Like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Hammalariga katta rahmat. Sog' bo'linglar.